Akalar mana ko'ryapsizlar, qanaqa sepyapti. O'zini radnoy motorchiga bo'ladi bu narsa. Negativchilar, ha deb negativ yozmasam, mana mashina ustlarini bilan yuvib tashlaydi kerak bo'lsa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, baribir o'zimizga aloqa qilsanglar bo'ladi. Yaxshiroq uy sharoitida ham qiladiganlar bo'lsa agar video qo'yganimizda YouTube kanalimizda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinamizga torpedalarni deflektorli qilib, monitor, bar, oldinlari lyuks bo'lyapti, center zamon, xullas mana gofralari hammasi zavодской. Jemni kalasa kelmagan ishlar bo'lyapti bu yoqda Damaschamizga. Mana bu yoqda Damazimiz ham bor. Buni ichini polni branirovka qilganmiz. Bir xil qilib umuman qirilmaydi desak bo'ladi. Mana ko'rasizlar, qana akamiz yuk tashiyotganlar. Mana shunday biron ideya qilib bering dedilar. Biz polni lelonim qilib berdik. Temir toshirkanlar, hech narsa bo'lmaydi kuzov qismi. Polni ham tekis qilib taxta bilan yopib, taylarni safely qilib qo'yganmiz. Xullas bu mashinamiz bitdi. Oldinlariga bitta bar so'rab qilib berganmiz, kolonka, xullas patologlari bo'ldi. Yana mana bu yoqda mashinamiz bor. Bu mashinamizga pult qo'yib beramiz. Kech bo'lishiga qaramasdan akamiz kutib o'tiribdilar. Bu yoqda gruzovoy mashinamiz, buni salon qilib beramiz. O'zimizning qarindoshlar, o'zimizda lekin gruzovoy qilmaymiz. Birikda endi tanishlar bo'ladi, qilib berishimiz mumkin. Xizmatlar bo'yicha o'zimizga aloqa qilishaverasizlar.